Inson bilsa edi, qancha umr ko'rishini, qayerda o'lishini, hech qachon gunoh ish qilmas, masiyatlarga berilib ketmagan bo'lardi. Qaniydi avvalroq bularni tushunib yetganimda, mening gunohlarim ham kamaygan bo'larmidi. Vaqtni orqaga qaytarib bo'lganda, telefonimdagi videolarni deb namozlarimni qazo qilmagan bo'lardim. Ammo iloji yo'q. Senga qayta olmadim o'sha paytlar, Robbim. Xuddi uzoq umr kechirib, o'limim keksayganimda keladigandek yashadim. Video tomosha qilgan paytimda sen ikki farishtangni yelkamga qo'yib, hayotimni suratga olayotganingni o'ylamadim, Robbim. Nafsimning xohishlariga shariatingni qurol qildim. Sajdaga borganda ham qalbimni dunyoga berib qo'ydim. Iymonimni sayqallamay, gunohimni toshirdim, Robbim. Sen Qur'on o'qish uchun bergan ko'zlarni 24 soat internetdagi